Assalomu alaykum. Bugungi videoyim Zamyakulkos Chorniy Raven sorti haqida bo'ladi. 2,5 oy oldin ildiz ottirishga qo'ygandim. Bu safar suvda ildiz ottirgandim. Mana natijasini ko'rishingiz mumkin. Boshidagi ikkita ildiz otmagani bu oddiy klassический Zamyakulkos pinyoklari edi. Ulardan ildiz chiqmadi. Lekin qora Zamyakulkoslar yaxshi natija berdi suvda. Yaxshi ildiz otishdi. Mana bu ikkinchisi. Ildizlari juda ham meni nazarimda baquvvat bo'lib chiqqan. Shunchaki suvga solib, hech qanaqa qo'shimcha qo'shmasdan yorug' joyga qo'yib qo'yganman, issiq yorug' joyga. Grunt tayyorlab oldim. Grunt kokosovый substrat, perlit, zeolit, древесный уголь, ozgina vermikulit katta fraksiyasi. Mana shunaqa qo'lingizda siqqaningizda sochilib ketishi kerak. Drenajniy отверстие qilib oldim. Stakanni tagini teshib drenajniy sloy solmayman, keramzit solmayman, chunki gruntim juda ham rixli. Havo o'tkazuvchan, juda ham yengil tuproq. Suvni o'zida ushlab qolmaydi, darrov o'tkazib yuboradi. Ikkalovini bitta stakanga, bitta idishga ekib olishga qaror qildim. Bu o'zimdagi avgust oyining boshida sotib olgan katta qora Zamyakulkosimni detkalar edi bular. Bitta kartoshkasi chirigan bo'lib chiqqanda sotib olganimda, o'sha kartoshkasidan detkalarni kesib olib, ildiz ottirishga qo'yib qo'ygandim. Suvga solib qo'ygandim. Mana ildiz otdi ular. Mana ko'rishingiz mumkin. Sug'orayotgan suvim o'zini ildiz ottirgan suvimda sug'orib oldim. Hech qanaqa qo'shimchalar qo'shmadim bu safar. Endi buni yorug', issiq joyga qo'yib qo'yaman. Va keyingi sug'orish grunti qurgandan keyin bo'ladi.